Endi navbat 3-testga kelyapmiz. 3 dan 4gacha bular bilamizki, yusomun pop sinonim grammatikalarni topishimiz kerak. Kim agar bizga sinonim so'zini yozib qoldirib, izohlarga yozib qoldirsanglar, biz sizlarga umumiy ro'yxatini tashlab beramiz. O'zbek tilidagi versiyasini. Agar shunda ham endi matndan topish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bizda matn berilgan va ostiga chizilgan grammatikani sinonimini topishimiz kerak bo'ladi. Chidomorida. Gapga kontekstga keladigan bo'lsak, uymon grammatikasi berilgan. Uymon grammatikasidan keyin, ya'ni imkoniyatni bildiruvchi grammatika, ya'ni l su itta grammatikasi kelishi kerak 80%, 90% holatlarda. Uymyondan keyin. Bizda endi chidomorida turibdi. Endi faraz qiling, chidomoridani bilmaysiz, lekin l su ittani bilasiz. Uymyondan keyin l su itta grammatikasi kelishi kerak degan qism bor ekan. Zaryadga ham kam qolibdi, lekin ushbu qilamiz. Qaraymiz, undan semida, likaopda, adoda to'da, stoitda. Mana to'g'ri javob turibdi. Ya'ni ham mumkin. Moridani ko'pchilik bilmaslik mumkin emas, yodlab olishi mumkin, lekin chidomorida bu ham mumkin deb tarjima qilinadi. Agar umumiy tekst tarjima qiladigan bo'lsak, hozir jo'nab ketmasang, uchrashuv vaqtiga kech qolishing ham mumkin deyapti. Xuddi shu, to'g'ri javob bizda nejilsu do itta. Ya'ni to'g'ri javob to'g'ri. Agar sizga mana shunaqa oddiy, ya'ni dangizni topish yo'li kerak bo'lsa, bizga a'zo bo'lib qo'ying, qo'llab-quvvatlasangiz, bundan ham zo'r strategiya, analiz, tahlil, xullas hammasi mana bizda bo'ladi faqat. Keyin qolganda. Keyingi videoda, ya'ni 4-tahlilda ko'rishguncha